Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda dollar va rubl kursi keskin o'zgardi. Dollari bor fuqarolar darhol ogoh bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 25 mayda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra yevro kursi 77,1 so'mga tushdi, 13.901,17 so'm bo'ldi. Rossiya rubli esa 2,1 so'mga pastlab 167,52 so'mni tashkil etdi. Dollarning rasmiy kursi 41,58 so'mga pastlab 11.979,64 so'm bo'ldi deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.